Qani bir barmog'ing ko'rsatchi. Mana aziz do'stlar, mana shu texnikani yig'aman deb 2 yil davomida mana shu barmog'idan ayrilgan ukamiz. Ukamiz yoshlari 17 yoshda, Jizzaxdan, Baxmal tumanidan ekan. Mana shu haqida bir ma'lumot berchi uka. Endi bu texnikani yasashga meni 2 yil umrim ketgan. Buni men qo'limdan kelgancha, moddiy tomonlama qo'limdan kelgancha qilganman. Nima topsam shundan qilganman. Motori Tiko motordan bo'ladi, korobkasi Matizm korobkasi bo'ladi. Radiatorlarini Nexia'dan olganman. Razdatka qo'yganman o'rtaga kuchli bo'lish uchun va zadniy mostga Volganikidan qo'yganman. Volganikidan qo'ygansiz. Bu propanga yuradi, ekonomishni. Ekonomishni. Keyin bu yog'ida piyoz selkasi bor. Piyoz uchun-a bu? Piyoz uchun. Hozirda bu ishlayapti. Ishlayapti. Ya'ni hozir kunda daromading bor. Daromad bor. Xudo xohlasa bundan buyog'iga to'xtash bo'lmaydi. Endi faqat oldinga bo'ladi. Молодец. Bu meni birinchi ixtiroyim. Birinchi ixtiroyim emas, lekin bunaqa katta narsadan birinchi ixtiroyim. Молодец. Mana bu haqida ma'lumot bergin uka. Men gusnitsasi juda ham qiziq bo'lyapti menga. O'zing yiqqanman deding boya. Gusnitsasi bu mana lentani, katta lentani o'rtasidan qirqib, bitta listlarni svarkalab, yopishtirib, boltka bilan yaxshilab qotirganman. Balonlari Spark balonidan bo'ladi. Bu yerda raspirtiv bor, bu yerda insho bor, orqasida silindr bilan selkani tepaga pastga o'ynatadi. Qo'limdan kelgancha moddiy tomonlama. Mana bu sensan, to'g'rimi? Bu endi birinchi pay qachon qilib bo'lding buni? Yozda bitirdingmi? Yozda bitirding. 2025-yil yozda. Qara bu hali faralarni ham qo'ymagan ekansan. Faralar qo'ymagan. Endi yurgan vaqti piyoz ekkanimizdan keyin yig'ishtirib olish uchun alohida texnika qilganman. Молодец. Bunga meni byudjetim yetmay qolgan, yetgan, yasaganman oxirigacha. Lekin katta qilib yasa olmaganman, effekti kam bo'lgan, shuning uchun qolib ketgan. Lekin ishlagan. Молодец. Sinovdan o'tgan piyozlarni olib turib, tozalab uni kattasini katta tarafga, kichkinasini kichkina tarafga o'tkazib, qoplaydigan apparat yasaganman. Bu ishlayapti. Qisqasi hozir kunda fermer dehqonlarga boyagi xizmat ko'rsatyapsan shu texnika bilan. Demak, senga ishonib ektiryapti. Pribul bor. Aziz do'stlar, hozirgi jarayonda bo'layotgan jarayon ekan. Qo'llab-quvvatlab yuborishlaringizni so'rayman. Tepadagi insonlar, marhamat, bu ukamizga ozgina byudjet bilan poddержка kerak ekan tepadan. Xudo xolasa bundan ham zo'r texnikalarni ishlab chiqaraman deyapti. Planlari ko'p ekan. Men spesial davlatdan ruxsat olib beraman. 25-mart kuni ham Toshkentga olib borasan, Toshkentni ko'rsatasan. Toshkentdagi yoshlarga ko'rsatamiz buni. Qo'llab-quvvatlab yuborasizlar degan umiddaman. Ukamizni ko'ryapsizlar, 17 yoshda. Mana shunaqa aziz do'stlar.